Quloq ostida shish paydo bo'lib qoldimi? Ovqatlanganda og'riyaptimi? Albatta, buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu holat so'lak bezlarining yallig'lanishi, parotit yoki sialoadenit bo'lishi mumkin. Ko'pchilik sialoadenit bilan parotitni, ya'ni xalq tili bilan aytganda tepki kasalligini bir xil deb o'ylaydi. Lekin bu to'g'ri emas. Sialoadenitda barcha so'lak bezlari zararlanishi mumkin. Parotitda esa asosan quloq oldi bezi zararlanadi. Quyidagi infografikamizda ularning farqlash prinsiplari yanada yaqqol namoyon qilingan. Parotit o'tkir virusli infeksion kasallik bo'lib, asosan quloq oldi so'lak bezlarining yallig'lanishi bilan kechadi. Bu bezlar shishib, yuz shaklini o'zgartiradi. Virus so'lak bezlarini, jinsiy a'zolarni va oshqozon osti bezi hamda nerv tizimini zararlaydi. Asosan bolalarda uchraydi. Parotitning belgilari: isitma, quloq oldi bezlarining shishishi, chaynashda og'riq, og'izni ochishda qiynalishlik, og'iz qurishi kabi holatlar bilan xarakterlanadi. Yuqish yo'llari esa havo tomchi va maishiy kontakt orqali kuzatiladi. Parotitning asoratlariga keladigan bo'lsak, bular: arxit, ya'ni bepushtlik xavfi, pankreatit, meningit, ensefalit. Parotitning oldini olishning yagona yo'li bu albatta vaksinatsiya hisoblanadi. Endi sialoadenit haqida. Sialoadenit so'lak yo'liga tushgan infeksiya sabab rivojlanadi. Bunga misol turli xil o'tkazilgan infeksiyali kasalliklar yoki bo'lmasa so'lak yo'liga tushgan yot jismlar sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, turli xil o'tkazilgan operatsiyalardan so'ng immunitetni pasayishi hisobiga so'lak bezi sekretsiyasining turg'unligini yo'qotib, yallig'lanishgacha olib kelishi mumkin. Sialoadenit tana haroratining ko'tarilishi, shish paydo bo'lishi, yiringli ajralmalar va hatto so'lak bezi to'qimalarining nekrozigacha yetishi bilan xarakterlanadi. Bu holat og'riq sindromi va umumiy ahvolning yomonlashishi bilan namoyon bo'ladi. Agarda vaqtida shifokorga murojaat qilinmasa, asoratlari sifatida absses, so'lak svishlari va so'lak bezi funksiyasining pasayishigacha olib kelishi mumkin. Agar sizda shish, og'riq yoki og'iz qurishi kuzatilayotgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Zudlik bilan mutaxassisga murojaat qiling. As klinika. Sog'ligingiz uchun birga kurashamiz.